Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Xayrli kun, assalomu alaykum. Asilaxon opa, yaxshimisiz? Rahmat. Kayfiyatlar, sog'liqlar yaxshimi? Bemavrid bezovta qilmadikmi? Yo'q. Juda ham yaxshi. Ayni daqiqalarda biz sizga yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. 15-avgust sanasi va sizni tug'ilgan kuningiz, to'g'rimi? Aha, juda ham yaxshi. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Yaqinlarning baxtiga sog'-salomat bo'ling va har doim mana shunaqa a'lo kayfiyat sizga hamrohlik qilsin. Asilaxon opa, G'aniyevani kimlar tabriklayapti bugungi tug'ilgan kunlari munosabati bilan? Xo'sh. Singillarimdir. Aha. Balki o'rtoqlarimdir, dugonalarim. To'pa-to'g'ri. Demak, onajonlari, aka-ukalari, singillari, jufti halollari, o'g'illari, kelinlari, kelinoylari hamda debdilar mehribon qadrdonlarim. Hammalari bugungi ayyom bilan sizni chin yurakdan muborakbod etib, butun oila a'zolaringiz, jigarlaringiz demak tabriklab eng chiroyli niyatlarini yo'llab qo'ymoqdilar. Ilohim baxtimizga sog'-salomat bo'lsinlar. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Pochchamiz bilan qo'sha qarib debdilar, to'g'rimi? Vali serdavlat serfarzand bo'lib yashasinlar deya samimiy tilaklarni yo'llab qo'ymoqdilar. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin, Allohim. Xo'p desangiz, ikki og'iz shirin tilaklari bor. Ushbu tilaklarni siz uchun o'qib berishimizni iltimos qilganlar. O'qib ko'nglingizni ko'tarsak nima deysiz? Rahmat. A'lo bo'ladi. Juda ham yaxshi. Demak, o'qib beraman. Assalomu alaykum aziz va qadrli mehribonim, jonim opajonim. Bugun tug'ilgan kuningiz bilan sizni chin qalbimdan muborakbod etib tabriklab qolar ekanman. Avvalambor baxtimizga, yaqinlarning baxtiga doimo sog' va salomat bo'ling. Nimaki orzu-niyatlaringiz bo'lsa, albatta o'sha orzu-niyatlarga erishib yurishingizni chin ko'ngildan tilakdoshiman. Baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik sizni hech qachon tark etmasin. Hamisha har doim yaqinlarning baxtiga sog'-salomat bo'lib, bunday yaxshi kunlarni ko'pini ko'rib bering. Ilohim farzandlaringiz baxti kamolni ko'rib, orzu-niyatlaringiz amalga oshib, hojona, hojota qatorlarida bo'lib bering. Hammamiz uchun juda ham qadrli insonsiz. Sizni boringizga shukr. Alloh martabangizni bundan-da ziyoda qilsin. Taningizni sog'-salomat qilib, hamisha har doim qaddingizni baland qilsin. Opa, siz bilan faxrlanaman. Siz meni opam ekanligini o'zi men uchun katta baxt. Baxtimizga doim sog'-salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya samimiy niyatlarni yo'llab qo'ymoqdilar. Rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin, Allohim. Ularga ham yaxshi tilaklar. Sizlarga ham rahmat. Elingizni xizmatida charchamanglar. Umrlar uzoq bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Shunlari. Farzandlardan, nabiralardan eshitdim tabriklar. Endi kim ekan bunisi? Jonajonlaringiz, opa-singillaringiz, aka-ukalaringiz, hammalari. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin, mayli. Mehr-oqibatlar ko'tarilmasin, Allohim. Hammalari sog' bo'lishsin. Hammalariga o'zlarining yaxshi niyat, yaxshi tilaklar nasib qilsin, Allohim. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Tan sihatlik, salomatlik sizni hech qachon tark etmasin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, albatta niyatlarga erishib, hamisha har doim bunaqa chiroyli kunlarning ko'pini ko'rib yurmoqlik nasib ro'za aylasin. Salomat bo'ling. Yana bir bora ayyomingiz muborak bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Shukrona kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham omad, rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Asilaxon opa, salomat bo'ling. Hayotingiz ham ismingiz kabi shirin bo'lsin. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar sizlar ham. Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling.